Bilasizmi, Pele o'limidan oldin Messi yoki Ronaldodan kim yaxshiroq ekanini tan olgan. Futbol qiroli tez orada bu dunyoni tark etishidan bexabar, o'yin tarixidagi eng yaxshisi kim bo'lgan, kim va kim bo'lishini aytdi. U dedi: "Hayotim so'nib borayotganini va ko'z oldimdan tez o'tib ketayotganini his qilyapman. Meni tinchlantirib qo'ymaydigan qo'rquvni boshdan kechiryapman. Umid qilamanki, bu faqat tasavvurim, lekin agar yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda sayyoradagi eng yaxshi ikki o'yinchini ko'rganman deb ayta olaman." Messi har doim ajoyib jamoadoshlarga ega bo'lib, ular bilan hamma narsani yutib olgan bo'lsa-da, u bir necha metr doimo o'z jamoalarini hakamlar yoki boshqalar yordamisiz Rafinyaning karyerasini belgilashi mumkin. Ikkala futbolchi ham o'z milliy jamoalarini ketma-ket 6 marta jahon chempionatiga olib chiqqan. Lekin ishonchim komilki, agar Messi Portugaliya uchun o'ynaganida, Cristiano Ronaldo erishgan yutuqlarga erisha olmas edi. Messi futbol tarixida eng ko'p gol urgan o'yinchi va eng muhimi, argentinalik jahon chempioni. Bu Cristiano erisha olmagan narsa. Shuning uchun menimcha tanlov aniq. Bu so'zlardan 24 soat o'tgach, Pele bizni abadiy tark etdi.